Kichik yoshdagi bolalarda kasallik avjlanishidan oldingi yoki kasal bo'lishidan oldingi erta signal belgilar qaysilar? Bular emishdan bosh tortish, ishtahani kamayishi yoki sust emish, injiqlik, ko'p yig'lash, yuvvoshlanib qolishi, ko'p uyquchanlik, muzdek va ko'p terlash, emish va o'yinda tez-tez charchab qolish, kun davomida 4-5 marta aksirish, ko'zlarining yoshlanishi, teri rangining oqarishi, yuzda horg'inlik belgilari, qorinda ko'lka va hazm faoliyatidagi qiyinchiliklar. Subfevril tana harorati. Subfevril, ya'ni 37,5 gacha tana haroratini ko'tarilishi. Agar farzandingizda yuqoridagi klinik belgilarni sezsangiz, shifokor qabuligacha ko'p suyuqlik ichiring, toza havoda tez-tez sayr qildiring, sifatli ovqat mahsulotlaridan, asosan suyuq va qaynatma ovqatlardan bering, shifobaxsh damlamalarda yuvintiring. Albatta pediatrga ko'rsating. Unutmang, erta tashxis har qanday og'ir kasalliklarni oldini olish va davolashda eng samarali usuldir.